Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu va taolo ko'pga bersin, ko'p qatori bizga bersin. Olganga ham, sotganga ham Alloh taolo baraka bersin. Shunaqa qilib bismillah deb yaxshi niyatda boshladik. Assalomu alaykum chorvador aka-ukalar. Oybeguz kanalini muntazam kuzatib borayotgan qadrdon do'sti birodarlar. Akalar, aynan mana shu ekran qarshisidagi buqalar bugun meni qadrli obunachilarimdagi bo'ladi. Oybeguzdan ko'rib aloqaga chiqyapman degan har qanday insonda aka tilimga javob beraman, pul bilan siylanadi. U quruq gap, Oybeguzdan ekansiz bunaqa xushomad dangal gapiriladi, pul o'tib beriladi. Pul kami bor akalar. Xudo xolasa aka, bittadan like tirsillatib bosib turasiz. Mol assortiment liboy turidan topiladi. Hattoki o'na shunaqa yoshidan ham bor. Nech pul qo'yib beramiz Ashmalda Og'abek? Aka, bugun mollar darim bo'ladi. Nech pul qo'yib beramiz Ashkichini mol? 6,5 qo'yib beramiz uka. 6 million 500 ga mol bor deb turib mana shu Abdumalik akam. Gapiryapmiz uka 6,5 ga. Assalomu alaykum. Qo'ymas, yana o'ylamanglar, qo'zi ko'rsatadi. Mol gapiradi. Mol qo'yib beramiz uka, ko'paysin qo'yib beramiz. Buni oladi, xudo xolasa 3-4 yilda uyini mol bosib ketadi uka. Barakasini bersin. Otangizga rahmat. Molni zo'rlari, udorlari Oybeguzda bo'ladi. Telefon qilishsan, xudo xolasa bugun telefon qilgan odamni uka ishi bitadi. Bitta like bosib, sira telefon qilinglar, molni bo'lasizlar. Aka, haligi gap qilmaymiz Admal aka, yarimta. Alo deganiga insof sari foyda qo'yib pul o'tib beramiz. Uka, bugun mol sotamiz. Bo'ldi, shu gap. Hammaga molni bor-ku, sifati zo'r, tovoladi o'ziga yoqadigan molni odamlar. Admal aka, Narxi qiziq, narxini bomba qilib beramiz. nimadan sinovdan o'tkazdingiz molni? O'rin bo'lib gapiradigan. Mollar uka somondan sinovdan o'tyapti. Hop. Xohlagan turida, xohlagan ovqatini berib sinab olaveradi. Bo'ldi. Yemoq ichmog'iga uka kasalliklarga 3 kun garantiya. Havodan yuqadigan kasalliklarga garantiya yo'q. Abdumalik, labzing butun ekan uka. Oybek jon kuydirib har kuni senikidan video qo'yadi uka. 8 ta Samarqandga jo'natyapti, 10 ta Navoiyga jo'natib ver deganga besplatni dastlabkami? Uka 8-10 tasini besplatni uyga kirib boradi. Bo'ldi gapsi. Qaydan Qarqoni bonus uka eng zo'ridan ketamiz. Mana shu olaparodalardan ketamiz. 6,5 millionlik mol mustaqil yeb ichadi. Xudo xolasa aka, video rolikni oxirigacha ko'rib turasiz. Ketdim aka. Zo'rmanglar akalar bor-ku, mol olaman degan odam videoni o'tkazmay ko'rsin. Ketdi Abdumalik aka. Bismillahirrohmanirrohim. Qachka? Toza rossiyskiy. Sanoq tartib qo'yib qo'yasiz Abdumalik aka. 1 1 2 molni ko'ring. 3 Molni belini bosish, ko'tini ko'rsatish shart emas. Mol bor. 7 7dan biri xizr mol bitta cho'tga qilib ko'rsat, bitta narx qo'yib beraman. Mol qarang, mol yelkani aka, katta buqada yo'q yelka bor. Endi mol boquvchi inson ikki xil toifaga bo'linadi. Ikki xilga ixtiyoriy majburiy. Siz qaysi biriga kirasiz? Kimdir sifat zo'rini oladi, kimdir bo'yi bilan narxiga aldanadi. Ikki xil toifa inson bor. Lekin ikkalasi ham yaxshi foyda qiladi. Lekin sifatlisini boqqan inson nisbatan ko'proq foyda qiladi. Ikkala toifaga mol bor bugun uka. Hamma toifaga mol bor. Toifa odamga ham mol bo'ladi bugun. Aka, qo'yingki, mana molmi, qo'ymi, echkimi, uyda chorva bor, inson uyda baraka bor. Uyda daromad bor. Aka, o'ylanmasdan mana molni olib turib, 1 yil boqdim. Oybek degan insonga 35 milliondan dilxush yalintirib sotyapsiz-ku. 1 yil boqib qo'yapsiz. Aka, 35 milliondan mollarni yalintirib sotyapsiz. 7 kere 3 21 210 million pul. 5 millionlarni hisoblamadim. Aka, bu yog'i xalq ko'p ketdi aka, bismillah. Narxi bomba. Hozir narxi 18 yarim qadakadan kelib boshimni qotirman. Jon aka. Menga yengil kelgan uka. Oybeguzga Bitta aytaman, talashgan hijolat bo'lib qolasan. Eshitaylikchi. Aka, hijolat bo'lsam talashmayman. Bir joyga olsin uka, 16,5 million so'mdan ketdi uka mollar. O'tasiz. Sotdim. O'tasiz. Bo'lmaydi uka. O'tasiz. Men bekarga beryapman degan taqdirimda ham uka, o'tib beraman. Javob gapga uka. O'tasizmi aka? Bekarga berayotgan joyimda ham o'tib beraman. 16,5 million so'mdan o'tib beraman. Telefon qilishaversin. Men nima bo'laman bu yerda? Maymun o'ynatamanmi? Oybek seni ko'taraman bir joyda odam. 200 mingdan uka. Olsin, 16 million 300 ming so'm. Barakasini bersin. Biroz o'zingga uka. Aka, bunday narsa bor, obunachilar. 17,5 million liboy qo'yib sotyapti. Gapirishdi, aka, keragi yo'q. Kim qana qilib ish qilayotgan bo'lsa o'ziga, meni Abdumalik akamda yana bir ikkita mushuk savdogarlar bilaman, birov bilan ishi yo'q. Birov bilan ishi yo'q odamda uyda baraka, ishida o'zgarish bo'ladi. Aka, real o'tib berasiz aka. Molni bor-ku. Yoqqan odam telefon qilsin, bir joyda olaman degan odam 16 million 300 mingdan kamini qilib beraman. Tanlab olishga plus minusi bor. Aka, plusi deb turib endi 1 million qo'yib olmassiz. Aka, Oybeguz yuzi bor bu yerda. Uka, o'ziga tanlaganiga qarab, pasini tanlasa o'tib beraman. Kattasini tanlasa uka qo'shiladi. 500 ming qo'shib olsam 1 million emas. Bo'ldi. 500 ming qo'shib olsam uka mana. Ket barakasini bersin. Mabodo jupolsa ham, mirosa ham odara insofga yurasiz.
Uka ishini bitiraman. Mol olaman deb telefon qilsa bo'ldi. Bo'ldi, Bu gap. kerak emas. Uka bizga 500 ming, 200 ming talashib o'tirish. Vallahi buni 5 tasini ko'rsating uka. Ey mashallah. 5 tasini bitta qo'ying uka mana Mana qarang shularni. aka. Bular ola bo'lsa, bular просто aybi, jicha rang-baranglik. Mana qarang. Ay mashallah. Jigar bir o'shin san'at tartib qo'yib qo'yaylik. Rangga cho'qib uchmaydi. Mana birinchidan oldi ko'ring. Targ'ilolar. Qarang. Liboy qirg'izman deganni ko'ttiga urmasa mol bekarga. Olmaysizmi? Lekin liboy qirg'izdan olib kelsa, unga ko'ttiga urmasa mol bekarga. Ikkinchisi 3 4 5 ta uka. soniga 5 bosh. 5 dona. Aka, molni kalla boshi, sifat sorti, kachsilasi, yelka kengligi, qorni. Aka, bitta narsa gapiraman. Men o'zimni beringman. Men o'zim atvet qilaman. Aka, nimaga beparvardigor? Avvalambor gunohkor bandamiz. Lekin ko'zimiz ko'rib turgan narsaga men doim ishonaman. Ko'zim ko'rib turibdimi? Mana kamera bamisoli ko'z. Men zo'r maqtaverarman. Ya sotuvchi maqtaverar. Sizni ko'zingiz ko'rib turibdi. Mana molni shoqi yo'q, ko'rinmayapti. Mana molni mana no'xatday jimitday chiqib turibdi. Mana shu narsa shunday bo'ladi uyingizda ham. Borganda bir qarich bo'lib qolmaydi. Bu kamera ko'z. Aka, molni zo'rini olaman degan odam aka aloqaga chiqaveradi. 5 tasi aka. Abdumalikka aloqaga chiqsin uka, ishini bitirib beraman. Butun 5 tasini bir joyda uka. Aka, Oybek yuzidan gapiring aka. 15 milliondan ketdi emas. Mayli, 14,5 million so'mdan kamini qilib beraman. Alo deganiga o'tib berasiz Abdumalik Bor aka. uka 14 million 200 mingdan. 14 dan. Bir joyda olsa 14 milliondan uka. Ha, otaysiz. O'tishmi uka? Yengil hali o'rinib, injilib, kallani qashlab o'tilmaydi. Yengil ko'tini o'g'ir qilmay o'tib beriladi. Narxtayin. Yo aqa yo baqa. Tas, olgan odam baraka topsa bo'ldi. Gapsiz joy. Ana Mana uchta qarang. aka. Endi 3 dan olib ko'ring. Joning sog' bo'ladi. Voy mashallah. Mana qarang. Hadi jonivor. Hay. Aka, va shu molni ichida yuraversangiz bor, mehringiz tushib qoladi-da. Odam bir ish qilaversa, mehri tushib qoladi, bilasizmi aka? Soniga 3 bosh. Bo'ybasi misol oldi 1 metr bo'lsa, mana 98, mana 97, 96 da. Misol uchun. 1 metr minusi plyusida. Plyus bo'lsa ham boring minusga oling. Juda sistemam bo'ladi. Metrga talashaman deganga uka metrga sotadigan molam bor. Bo'ldi, gapsiz yo'q. Uka. Abdumalik aka gapiring Ko'rasiz ushtasini. mol o'zi tayin. Agar yaxshi ko'rolmadim deganiga videosi qilib tashab beraman. Hop gapiring. 2 qora, 1 uka eston. Olsin 3 million, 13 million 700 mingdan. 13,5 milliondan butun 13 million gapiring. 700 mingdan. 13,5 million Ketdi, butun uka. gapiring. U 700. Cho'lasini bir joyda olsin uka bo'ldi, lozing 13,5 million so'm. Barakasini bersin. 37,5 40 million 500 ming 40 so'm pul million bo'ladi. 500 ming pul bo'ladi, uyga yetib boradi. Yo, alo deganiga o'tib berasiz. Siz vijdoningiz pok insonsiz. Oybekizning obunachilari so'ramasdan savdo qilmasdan mol olmaydi. Telefon qilishib olsin, bitirib beraman, savdosini qilib. Joningiz sog' bo'lsin akalar. Nima deyapsan? Mana qarang. Go'zalda o sut buzayda qorni bor-u, mana bunday turadi. Mana shu tashamaydi. Bu mol ovqat yeydi. Ovqat yeysanmi jonivor rostdan? Voy mashallah, o'z qo'lim bilan beryapman. Aka yeyishini ko'ring. Aka baraka topasiz olgan inson. Ketdi 6,5 million so'm. Olib borib sinov olaveradi, sog'liq salomatligida. Molni ko'ring turib. Bo'ldi 6,5 million so'm. Boshqa gap so'z Ketdi, kerak. lo'z, uka 6,5 million so'm. Uka tepasiga kelgandan keyin mol cho'ta bo'lasha ko'rinib qoldi, uka adashib ketibman, deng. Uka ketdi. ayting. 6,5 million so'm ketdi, lo'z. Akalar, mana shunaqa molni mana kimdir mana shuni 1 yil boqsa aka, deylik 20 million so'mga sotsa, 12 oyga chaqsa, darim foyda qiladimi? Aka, biz manfaatdor inson tarafidamiz. Oling, mana baraka topasiz. Ketdi navbatdagilar. O'z 100 ming 200 ming turadi. Mana 1.5. Ketdi akalar. 1.5 metrga 1.5. uka. Даже manolari 1.5 ziyod. Qarang. Joning sog' bo'lgirladi. Hay mashallah. Olgan inson baraka topsin aka. Biz olgan inson baraka topish tarafdordamiz, Abdumalik aka. Albatta uka. Qo'ldan qo'l xayr ko'rsin, baraka ko'rsin. Ana bundagi Mana bu xonadonga kelib, mana shu yerdan uka mana qo'lda mol olgan odam bor, ertaga yana qaytib kelsa bo'ldi uka. Abdumalik aka Foydadan uchtasini ancha gapiring. maza qilamiz. Uchtasini To'lasi bir joyda uka 15 million so'mdan bo'lsa ketdi. Bunga ham talash 45 million berib so'm. 15 million Baraka. 5,5 qilib beray emas. 45 million so'm olsin, bo'yi 1.5 plyusga uka. Aka alo deganiga o'tib berasiz, Abdumalik aka. Beher ish bo'lmaydi. Mikinchi kim mayda chuda gap yo'q. Alo deganiga o'tamiz. Beher ish bo'lmaydi. Legendasi aşağıda turibdi Albatta bitta. uka bitta bo'lmasa bo'lmaydi. Zo'ri Bitta bor, legenda bizda zo'ri babi bo'lsa bo'ladi bo'lmaydi. bitta zo'ri. Gapsiz yo'q. Lekin mana olalar katta ehtimol bilan sotilib ketib bo'ldi. Bo'ldi, tugadi olalar akalar. Ketdi, joning sog' bo'lgirdi. Mana molni ko'ring. Bu molni osmonga chiqarmaymiz. Mana shu mol. Bitta galla 4 ta tuyoq, dumi bor. Yaxshi mol, ko'sh qaytarib turibdi, yeb ichadi. Lekin molni bari sortiga tan berib qo'yasiz. Molni orqasiga ko'ring. Ana mana shu tikkaliga degan gaplariga nima aytyapti ekan degan ko'klarga qarang. Mana qo'l, qarang, strelka qilib tushiraman. Mana yelka. Bunda yelkadan orqaga e'tibor bering.
Orqa baland turibdi mana shu buqani ko'ryapsiz mana shu strelkaga e'tibor berasiz. Orqamda ko'tarilgan. Kelajakda ham xudo xolasak yirik bo'lganda mana shu orqasi tikka variantda bo'ladi. Abdumalika bo'ybaslari 1.5 ziyod variantda. 1.5 Piriska olsin, uka. Tug'ma to'qol variantida. Заводской to'qol. 15 ta hunajinni qilib qo'yib, o'zim sekin fermerni rivojlantirib qo'yaman degan odam olsin. Xudo xolasa tonnani ustida bo'lganda uka rahmat deb qo'yadi. 20 million so'm deb qo'ymadi. Narxi 21 million, 22 million qo'ymoqchiman, uka 20 deyapsiz. Gapirang, o'xshatib Oybek gapiring. o'z obunachilari uchun uka qo'yman 19 million 500 ming so'm uka. Alo deganiga o'tasiz. Telefon qilsin uka, beherish bo'lmaydi. Barakasini bersin. Talashmaymiz uka, narxi. Molim yoqdi uka, gap yo'q. Og'am kelyapti desin, 100 ming, 200 ming, 500 ming rol o'ynamaydi uka. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar, yana qayta aytaman aka. Zo'ri bo'lsa maqtaymiz. Zo'rini oldirgimiz keladi. Sababi ertaga Oybeguzda Namangandan mol oldim, bunaqa bo'ldi demaysiz aka. Olgan inson baraka topadi. Avvalambor o'zingiz mustaqil fikr bilan oling. Xudo xolasa, yaxshi bo'ladi deb oling, yaxshi bo'ladi inshaalloh. Bitta like. Tirset boshqa. Nima qilganing? Uka 1 soat, 2 soat gapirsa bo'ladi. Uzoq qo'ying. Voydod. Bo'ldi aka, like bosishsin, videoni chiqazaylik. Sog' bo'ling, salomat bo'ling akalar. O'sha asl gibrid toza qoldiqlari bugun sotuvda bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.